8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni. Barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. So'z navbatini Shahrisabz tuman hokimi Hasanov Samad Ahadullayevga beramiz. Marhamat. Ayollar doimo el yurt ardog'idasiz. Sizning salomatligingiz, baxt saodatingiz, sha'ningiz va huquqlaringiz biz uchun ko'z qorachig'idek aziz va muqaddasdir. Nodirbek Hayitov janoblarini taklif etib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Shahrisabzning go'zallari. Ayollarimiz shunga arziydi. Bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda, yurtimizda har bir sohada, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy sohalarda keng qamrovdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa mana shu islohotlar zamirida inson qadri, uning manfaati, uning chiroyli, baxtiyor, farovon yashashiga qaratilganligi bu hammamizni, barchamizni xursand etadi. Prezidentimizning mana shu Oliy Majlis O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida ham bugun har bitta sohada ko'rsatilayotgan e'tibor, ko'rsatilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar faqat insonlarga xizmat qilishi qayd etildi. Bu bizni mamlakatimizda barcha fuqarolarni yanada xursand etadi. Birgina xotin-qizlarga bo'layotgan e'tiborni misol olib qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizda har bir xotin-qizlarimizga e'tibor juda ham yuqori. Ularning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy sohalarda erishayotgan yutuqlari, ularning xotin-qizlarimizni nufuzini oshirish, salohiyatini oshirishga juda ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun 8-mart xotin-qizlar bayramini muhtaram prezidentimiz juda ham bir chiroyli tabrik yo'lladilarki, barchamiz juda ham xursand bo'ldik. Chunki ayollar jamiyatning asosiy tayanchi, ayol murabbiy, ayol ona, ayol mana shu bugungi kunda o'zini nufuziga ega bo'layotgan, o'zini o'rnini topayotgan ayol inson hisoblanadi. Chunki bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan olib bolayotgan mana shunday imkoniyatlar natijasida ayollarimiz iqtisodiyot sohasida bo'ladimi, tadbirkorlik sohasida bo'ladimi, fan, ta'lim, huquq sohasida bo'ladimi, sport sohasida bo'ladimi, har bitta erishayotgan yutuqlar bilan faxrlansa arziydi. Shuning uchun bugun mana shu fursatdan foydalanib barcha Shahrisabz ayollarini, umuman mamlakatimiz ayollarini chin qalbdan xotin-qizlar bayrami 8-mart bilan chin qalbdan muborakbod etaman va ularga oilaviy xotirjamlik, tinchlik, totuvlik, baxtli hayot tilab qolaman. Doimo bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ayollar.